Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan, og'izda erib ketadigan barakali paxlava tayyorlaymiz. Ishimizni birinchi bo'lib xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga oldindan elaklab qo'yilgan 530 gram un, 1 chimdim tuz, 1,5 choy qoshiqda qavartma, ya'ni razrıhletil va 50 gram shakar solamiz. Hammasini yaxshilab qorishtirib olamiz. Endi buni ustiga muzdekkina sovutgichdan olingan 200 gram sariyog' solib qirg'ichlab olamiz. Un bilan birgalikda yaxshilab qirg'ichdan o'tkazamiz. Endi qirg'ichlangan sariyog'ni un bilan yaxshilab qorishtirib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Mana xuddi shunaqa holatga kelishi kerak. Qo'limiz bilan zichlashtirganimizda yaxshi yopishib zichlashadi va yana tutiluvchan bo'ladi. Endi tayyor massani ustiga 4 dona tuxum sarig'i, 200 gram smetana solamiz. Hammasini yaxshilab qorishtiramiz va yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz. Xamir qo'limizga yopishmaydigan, lekin juda ham yumshoq, mayin xamir bo'lishi kerak. Xamirni xohlasak stol ustiga to'kib tayyorlashimiz ham mumkin, yana ham osonroq bo'ladi. Tayyor xamirni stol ustiga olib, biroz un bilan ishlab oldim. Xamirimiz tayyor. Endi buni 3 ta bo'lakka bo'lishimiz kerak. Bo'laklar 3 xil kattalikda bo'ladi. Bittasi katta, o'rtacha va kichikroq bo'lakda bo'lishimiz kerak. Endi buni ustini yopib, kamida 2 soat davomida sovutgichga, ya'ni xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 300 gram yong'oqni maydalab olishimiz kerak. Blenderda maydaladim. Xohlovchilar mayda qilib to'g'rasa ham bo'ladi. Bu arada vaqt o'tdi, xamirimiz tindi. Eng kichigini olib yoyib olamiz. Birozgina un sepib, yupqa qilib yoyamiz. Kvadrat shaklda yoyishimiz kerak. Yoyilgan xamirni pishiriq qog'ozi ustiga qo'yamiz va pishiradigan qolipimizni o'lchamida kesib olamiz. Xamir ustiga vilka bilan teshikchalar qilib, 180 darajada qizitilgan duxovkada tepa-pasti yoqilgan holatda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Kichik xamirni pishirib bo'lganimizdan keyin tuxum oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. 5 dona tuxum oqiga 1 chimdim tuz solamiz va birozgina oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtiramiz. Biroz ko'pirganidan keyin ustiga ozgina limon sokidan qo'shamiz. Taxminan yarim choy qoshiq atrofida. Yana ko'pirtirishda davom etamiz. $220 gram shakarni oz-ozdan solib, shakarlari to'liq erib, oppoq quyuq massaga kelgunigacha mikser qilishda davom etamiz. Taxminan 10 daqiqa yoki undan biroz ko'proq vaqt davomida ko'pirtirishimiz kerak. Mana shakarni oxirini soldim, qolgan hammasini va yana shakar erib ketgunigacha ko'pirtirib oldim. Endi tayyor tuxumli massani ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan maydalangan yong'oqni qo'shamiz va sekin-sekin aralashtiramiz.
Xohlovchilar yana boshqa turdagi yong'oqlardan aralashtirishlari mumkin yoki mayiz qo'shishlari ham mumkin. Yong'oqni qolgan yarmini qo'shdim. Yengil aralashtiramiz, massamiz tayyor. Endi buni chetga qo'yib turamiz va tez qolgan xamirlarimizni yoyib ishlab olishimiz kerak. Tuxum oqi cho'kib qolmasligi kerak, shuning uchun tezlikda xamirlarni yoyamiz. Eng katta xamir bo'lagini olamiz stol ustiga va kichik xamirni chetlaridan ortgan xamirni ham ekranda ko'rib turganingizdek katta xamirga qo'shib yoyib yuboramiz. Bu tagiga qo'yiladigan xamir biroz qalinroq bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek buni ham qolipimiz hajmiga qarab kvadrat shaklida yoyamiz. Patnisga oldik. Endi qolipimizni o'lchamini qo'yib, kesib yubormasdan xamirni ekranda ko'rib turganingizdek chetlarini biroz qatlab olamiz. Qolipni joylashtirish uchun tekislab joylashtiramiz. Qolip hajmini ekranda yozib ko'rsatdim. Va chetlarini ham tekislab ortgan xamirlar bilan yopib chiqamiz. Tayyor. Buni chetga qo'yib turamiz va o'rtancha xamirni ham yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni jo'vaga o'rab chetga qo'yib turamiz. Endi tayyorlab qo'yilgan tuxumli bezeli massamizni teng yarmini xamirni ustiga qo'yib tekislab joylashtiramiz. Bu orada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib 180 darajada qizitib qo'yishimiz kerak. Pishgan xamirni joylashtirdik va qolgan tuxumli massani hammasini qo'shamiz. Yana ustilarini tekislab olamiz. Va endi yoyilgan oxirgi xamirni joylashtiramiz. Chetlarini yaxshilab yopishimiz kerak, tuxum oqlari chiqib ketmasligi uchun. Ortgan xamirlarni chetidan kesib oldim va xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek ichki tomoniga qatlab qo'ydim. Birinchi pahlavani ustiga to'rtburchak shaklda yoki xohlasak rombik shaklda qilishimiz ham mumkin. Pichoq yordamida iz tushirib chiqamiz, to'liq kesib olmasdan. Va keyin ko'rib turganingizdek orasidan bir qatordan joy qoldirib teshib chiqamiz. Ozgina o'rtasidagi xamirga botirib olamiz pichoqni. Ko'rib turganingizdek to'liq kesilmadi. Endi ustiga bir dona tuxum sarig'i bilan ozgina sutni aralashtirib, hamma joyiga bir tekisda surib chiqamiz. Har bitta kubikchani ustiga yong'oq bo'lagidan qo'yib chiqamiz. Yong'oqlarni joylashtirganimizdan keyin qizigan duxovkaga pishirishga qoldiramiz 35-40 daqiqa davomida. Yana ham hamma duxovkani pishirish funksiyasi har xil, shuning uchun qizarib chiroyli bo'lib pishib chiqqunigacha qoldiramiz. Pahlavamiz pishib chiqdi. Ichlari, xamirlari hamma joy to'liq pishadi. Juda ham mazali, titilib ketadigan, ya'ni og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Yumshoqqina kesib olamiz. Va issiq paytida xohishga ko'ra ustiga asal yoki sirop surib chiqishimiz mumkin. Suyuq asaldan qo'yib chiqdim men. Cho'tka yordamida hamma joyga yaxshilab surib olamiz. Juda ham ishtahali bo'lib, yaltirab chiqadi. Pahlavalarimiz tayyor. Ustiga yana ozgina xandon pistani maydalanganidan qo'ydim, yana ham ishtahali, chiroyli chiqishi uchun. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Har doim o'xshab chiqadigan retseptlardan bittasi. Va har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Videolarimizga like bosib, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.